Bizning sigirlar ertalabki yemishlarini yeyapti. Buni tagiga mana bu pol qilganman taxtadan. Shu noto'g'ri narsa ekan. Agar kimdan kim mollar tagiga taxtadan pol qilaman desa, maslahat bermayman. Chunki muzday qanday soyinsangiz bo'lsa ham xuddi shunday mollar ham yurolmaydi, siz odamni o'zi ham yursa uchadi. Endi men taxta qildim, hali endi buni o'zgartiraman, nasib bo'lsa inshaalloh bir boshqacha qilib qilamiz. Mana mollarim. Mana bitta qo'shimcha suskasi ham bor ekan yelinida. Boshini endi qishda mana bu yerlar nima bo'pti. Mana bu rasiska. Bu rasiskani oldida bu duq etib buncha ko'p yeyolmaydi. Shoxlaydi. Rasiska lekin zo'r. Sog'ilishi, sut berishi 30 tadan kam bermaydi. 30 tadan ziyod beradi. 3 oylik bolasi bor, ho'kizcha. Qonida ham 1,5-2 oy bo'lib qoldi qo'yganimga. Yaxshi sementaldan qochgan. Yuzi ho'k rasiska, u ham katta mol. Suti yaxshi, juvashliklari yaxshi. Qo'lda sog'sa ham, apparatda sog'sa ham zo'r. Mana bu ho'kizdan qochgan. Bu. Mana bu ho'kiz. Endi tish yoryapti. 1,5 yoshar bo'ldi, endi tish yoryapti ho'kiz.